Alaykum Mehridaryo, mo'tabar ustozlar, hurmatli mehmonlar va bilimga chanqoq aziz o'quvchilar. Bugungi kitob bilim chashmasi deb nomlangan tarbiyaviy kechamizga xush kelibsiz. Albatta sizlar ham kelajakda katta yigit qizlar bo'lganinglarda jamiyatimizni boshqaruvchi rahbarlik darajasigacha yetib olasizlar. Tiladoshman. Qolaversa mana hozir bu kitobxon yosh qizlarimiz, yigitlarimizni juda katta bir kuch olib, motivatsiya olib, mana o'rtacha tumandan tashkil qilingan Qaribxon degan kitobxon yosh volontyor degan kitob. Mingta, 500 kitob. Shunaqa yoshlar bo'lib bizni sahnimizga erishishga sizlarni astoydil taklif qilamiz. Kelishdiga sizlarga borib chiroyli bir seminar o'tkazamiz. Hozir ustozi muhridda shu haftalik tashqarida va amirimiz yonida. Dunyodagi eng zo'r narsa qilish desa, ikkinchisi non deyishibdi. Hamma o'zi bilganlarini aytibdi. Shunda vazirlar kelib bu javoblarni podshoga aytibdi. Podshoh bu javoblardan qoniqmabdi. Shunda vazirlar: "Podshoh olam, bizga muhlat bering. Sizlarga 3 kun muhlat beraman." Qo'shni podshohlikda tarifi 7 iqlimga ketgan donishmand yashar ekan. Bu xabardan vazirlarning biri xabardor ekan va donishmandni izlab topib bo'lgan voqealarni aytibdi. Shunda vazir: "Dunyoning donishmandi, dunyodagi eng zo'r narsa nima? Ey bo'tan, dunyoda zo'r narsalar ko'p, bulardan biri kitob." Shunda vazirlar kelib podshoga aytibdi: "Podshoh olam, dunyodagi eng zo'r narsa bu kitob", debdi. Podshoh:
yirtib quymangiz shoh o'g'il qizlar. Kitoblarimiz kitoblar, yaxshi kitoblar. Kitoblarimiz kitoblar, dono kitoblar. Kitoblarimiz kitoblar, yaxshi kitoblar. Kitoblarimiz kitoblar, dono kitoblar. O'zbek, inglizcha, ruscha har xil tilimiz, bir-biridan chiroyli rasmlarimiz. O'qigan bola yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola hurmat qilar kattani, kichiklar jonotani, bajaradi va'dani. Kitob o'qigan bola Kitob deydi men bilan do'stlashing bo'lur foyda. O'rgansangiz qunt bilan az qotaman hamjoyda. Bilim manbai derlar barcha meni aldoqlab. Meni qo'lga olsanglar nomin qo'yaman oqlab. kitobdan yaxshi do'st yo'qdir dunyoda. Kitob turgan uyda nur shuur yashar. Qatrada daryo bor quyosh ziyoda. So'z kalom sehriga sig'inar bashar. Aql bolasi bir buyuk kishi pulni sig'iga qaramasdan yetib kelganinglar uchun ozginamizga ham rahmatimizni aytamiz, kichkinamizga ham tashakkurnoma sovg'amiz bor. Ko'p tadbirlarimizda davom etamiz. Kitobxonlik volontyorini mana muhrimdagi kitobda qiziquvchilar bo'lsa